Assalomu alaykum ikromli ko'ruvchilar, mush vaqtingiz xayrli bo'lsin. Men Adil Uyg'ur. Aydın bir hoş geldinler. Bugün ben nəhayət mühim bir kitap haqqında toxtalman. Yəni kitabın ismi İnsanın Məna İzdişi. Məna hayatdakı qayerdə məna içimizdən izləyişimiz kerakmi? Məna bizimki sirtimizdəki birər yerdə yoki özümüzdən başqa bir insanı tepilamdı. Hayatdakı yönəlişini özgərtməyə bilib turubmu? İnsan üçün hayatın bir mənası bulandı. Ən qiyin şəraitlər astidami insan hayatdan məna tapa oladigan kuchga egami? Bugün biz del bu Viktor Frankl'ın 30'dan artıqlığı tərcümə qılınğan və 15 milyon artıq nüsxə satılğan İnsanınki Məna İzdişi namlı kitab haqqında toxtalımız. Bu kitab mən hazırgacha ən yaxtırıb oxuğan kitabların birisi hesablandı. Bu kitab yuqoridagi suallarınki həmmisiga cavab izləydi və menimcə onlara cavab verildi. Viktor Frank kitabında öz hayatında məna tepiş ən qiyin bolğan bir məzgildəki məna izləyişlərini və bu izləyişlər nəticəsində yeni bir davalash usulunu qandaq vujudga chiqarganligini so'zlab berdi. O yillar davomida natsist lagerlaridagi eg'in sharoitlarda yashagan, u yerdagi xotirlarini va qiyin kunlarini bayon qildi. U faqat o'zi beshini o'tkazgan qiyinchiliklarni emas, balki ota-onasi, ayoli va barliq yaqinlarini shu o'lim lagerlarida yo'qotganligini so'zlaydi. Agar uningki ismini tunji qidim anglagan bo'lsangiz, Viktor Frank bir psixologik davolash doktori bo'lib, u jarayonda kasbiy salohiyatini yo'qotgan edi. Asli mesele belki mundaq. Şuncha ko'p narsani yo'qotgan turqliq u hayotning ma'nosini yo'qotganmi? Hani Frank kitobida o'z mavjudligi bilan ma'nilik munosabat qura olmagan kishi ya boshqalarniki qilganlarini takrorlaydi, ya boshqalarning talablariga, irodalariga, buyruqlarga bo'ysundu deydi. Masalan, biz bir Uyg'ur bo'lishimiz bilan o'zimiz bilan ma'nilik bir munosabat qura olmasak, ya'ni o'z kimligimiz bilan o'zimizniki haqiqiy ahvoli bilan bir ma'nilik munosabat qura olmasak, Xitoylarning irodasiga, ya'ni o'zgalarning irodasiga, bu Xitoylarning irodasiga, talablariga, buyruqlarga bo'ysunishga majbur bo'lamiz degan gap. Kitobga kirishdan burun shuni aytish kerakki, insonning ma'no izlashi mavjudlikdan boshlangan cho'nqur va murakkab bir jarayon. Hayotning ma'nosini izlash, insonning fikr yurgizish, tafakkur qilish va o'zini tushunish iqtidoridan kelib chiqadi. Inson o'z mavjudligini va atrofini tushunishga, nima uchun yashayotganligini bilishga intilgan ichki dunyosida, ya'ni ma'naviy dunyosida buning javobini izlaydigan bir mavjud, bir maxluq desak bo'ldi. Kalendar 1942-yili sentabr oyini ko'z tutgan bir kuni yosh psixologik davolash doktori Viktor Frank o'zini bir natsist jazo lagerlarininki oldida sapga majbur tuzilgan holatda ko'rdi. U chog'larda hech kim natsist tuzumninki vahshiyligininki qanchalik darajaga borganligini bilolmaydi. Boshda ular bu yerni faqat vaqtli tutib turish lageri deb o'ylab qolgan. Ammo mahbuslar va Frank nəhayət tizla ahvalının ağırlığını düşünüb yetken, ularning barliq shaxsiy buyumlari tartib olingan, sochlari tushitilgan, qo'llariga tamg'i bisilgan, qisqasi ularga oid bo'lgan hamma narsa natsistlar tarafidan tartilmagan edi. Ular endi inson emas, faqat bir tizimlik nomerdan iborat edi. İlgirki hayotiga oid hech qanday izdirak qolmagan, qo'llaridagi raqamdan boshqa hech nimasi yo'q insonlarga aylanib ketgan edi. Ular hamma narsadan mahrum qilingan edi. Frank millionlagan kishilarga o'xshash özünü insoniyat tarixidagi eng qo'rqinchli sinoqlarning birining ichida ko'rdi. Shunchalik shundoq umidsizlik va parakandichilik ichidami o'z hayotidan ma'no topishga muvaffaq bo'ldi. U lagerda ig'ir zulmlarning hayotida cho'qim bir narsa borligini, bir ma'nosi borligini va shundoqla lagerdan cho'qim qutulib erkinlikka erishganligini o'ylab yashagan kishilarningki uzun umr ko'rganligini, lekin lagerning hayotida oxirgi bekat zulmningki abadiy davomlashganligini o'ylab harakat qilgan kishilarningki tizla hayotdan soğup baldur ölüp ketkenlikini bayqadı. Bu 5'ini ötken bu dehşetli günler onun tecrübelerini hatırlaştın ve logoterapiya deb atalgan yeniçe bir davalash usulunu yetildirishdan to'sib qololmadi. Bu ajoyib kitobda yana Frank bir tutqun uchun faqat nomerdan iborat bo'lib qolgan bir insonga nisbatan hayotniki qandoq bo'lganligini so'zlab, o'qirmanlarni o'zigacha bir safarga boshlaydi. U o'z tajribalari orqali hatta en ağır azap uqubat ichidimi hayotdan ma'no topishning mumkinligini isbotlaydi. Frank 3 yillik lager hayotida, lager jarayonida inson hayotida ma'no topa oladigan 3 yo'l borligini bayqaydi. Birinchisi inson emgak qilish, ajr qilish va ijodchilik orqali. Ikkinchisi mehr muhabbat orqali. Bu mehr muhabbat deganda hammalar ma'lum bir kino ishlangan, ya'ni bu dal shu Las lagerda bir dad bilan bolaninki hayotni ifodalagan bir kino. Hayot go'zal degan bu kino Oscar mukofotiga erishgan kinoda tavsiya qilaman. Dal mushun demoqchi, meningcha hamda. Shunisi azob uqubatga bo'lgan muomalani, pozitsiyani, tushunchani o'zgartirish orqali. Dal mushlar orqali qilgan vaqtida insonning hayotininki
hayotida ma'no topadiganligini deydi Frank kitobida. Frank lagerdan qutulgandan keyin hayot haqida cho'nqur xiyollarni va tasavvurlarni qurgan. Logoterapiya nazariyasini taraqqiy qilish uchun planlagan. Ayoli bilan qayta jam bo'lish umidi unga kuch quvvat ato qilgan. Ba'zi ayolniki ruhini yendi his qilgan, ammo keyin ayolniki Auschwitzda ismlik o'zi turgan yaqin bir lagerda gaz kamerada o'lganligini anglaydi. Frankning bu fikr qilish jarayoni unga ma'no bag'ishlaydi va lagerdagi ig'ir turmushga bardoshlik qilishga kuch buldu. U o'tmishga cho'kib qolmay yoki petib qolmay, har kuni yangi ma'no izlashga va kelgusidagi planlarga tuzishni xiyolida yurdi. Frank natsist lagerda qo'rqinch sharoitlarda har daqiqada o'lim xavfi ostida yashagan, lagerdagi har qanday bir natsist, gestapochi yoki qorovul halva vaqtda ularni o'ldiradi. Shundaq dahshatli psixologik besim va jismoniy qiyin ostidami Frank o'z zehnini ijobiy yo'nalishga qarab boshqara olgan va kontrol qilgan. Mana bu ma'no izlashning mohiyati. Aziz ko'rmanlar, hamiz ma'lum bo'lgandek, lager bizning hayotimizda yashayotgan bir avval. Amaliyotda biz uchun bu kitob o'qish tegishli bir kitob deb qarayman. Kitobimizni davomlashtirsak, Frank inson engining muhim bir alayligini, ya'ni yoshirin andanki xiyol bilan reallikni farqlantirolmaydiganligini bayqab bundan foydalangan. Yoshirindan biz ma'lum Freudniki nazariyasida o'tirib qo'yildi. U lagerdan qutulib chiqqandan keyin insoniyatga o'z tajribasini yetkazish, kishilarga insonning vahshiyligini va shundaqla yana insonningki har qanday ahvoldami hayot qilish kuchini tushuntirish haqida kuchli tasavvurlarni qo'ygan. Frank dal hayotning ma'nosini shu lagerda shu xiyollarni qilish orqali saqlab qolgan va hayotga kelgusi nisbatan tutingan yoki bog'langan desak bo'ldi. Logoterapiya nazariyasidagi dastlabki asoslarini qamlashdan burunla shakllantirgan Frank bu nazariyani Freud va Adler'niki psixologiya nazariyalaridan farqli qilib taraqqiy qildirgan. Boshqa psixologlar kishilarniki masalalarga bog'liq davrdagi tragediyalarni, fojialarni yoki o'tmishdagi yaralarni izlasa, Frank inson hayotda kuchli ma'no topolsa, o'tmishdagi har qanday jarohatdan, yaralardan, fojialardan ustidan g'alaba qiladi deb qaraydi. Frank o lagerda kelgusini o'ylagan. U yerdan qutulganda qilgan ishlarini o'ylagan. Keyin u tutqunlik tugaganda Viyanaga qaytganda cho'ng bir leksiya bergan edi. Shundaq ta'sirli bir so'z ediki, kishilar uni minutlab yuritirib olqishlagan. Keyin ularga yana bir qancha jumla degan. Ya'ni sizlar buni tunji qatim anglayapsizlar. Ammo men bu nutqni o'z vaqtida zehnimda va tasavvurimda yuzlagan qatim so'zlagan edim. Bu zalni zehnimda yuzlagan qatim ko'rgan edim. Yuzinglarni ko'rmagan edim. Kim ekanliklarini bilmaydim, ammo bu nutqni men sizlarga yuzlagan qatim so'zlagan. Bugun bu yerga keladigan kuchni mana shunday topdim degan edi. Mana bu ahvol, mana bu so'z, mana bu xiyol Viktor Frankning hayotga bog'lagan narsa edi. Ikkinchi temamiz kitobdagi, ya'ni logoterapiya. Logoterapiya ya'ni degan vaqtimizda biroz to'xtalib o'taylik. Kitob insonning ma'no izlashining avval amaliyotini ko'rsatib, keyin kitobda buning keyindagi ilmini tushuntirib, degidek butunlay Frankning logoterapiyasi bilan munosabat ekanligini o'tirib qo'ydi. Logoterapiya insonlarning hayotida ma'no topishga yordam qilishga markazlashgan bir psixologiya nazariyasi. Bu nazariya boya so'zlaganimizdek Sigmund Freud va Alfred Adler'ninki ilgirki to'hpalaridan keyin 3-Viyana psixikalik davolash nazariyasi ustida qabul qilingan. Buning kuchli ekanligiga ishondi va buni kishilarga yetkazdi. Mana bu sababdan Frank mavjudlikqa markazlashgan bir davolashga ehtiyojimizni borligini tashabbus qildi. Chunki unga ko'ra asosiy azob chekishimizningki yoki qiyinchilik tortishimizning sababi ma'no engimizni yo'qotgan va hech topolmagan bo'lishimizdir. Sizlar bunda 2500 yil burun azob chekishimninki birdan-bir sababi reallikqa qarshilik ko'rsatishimdir. Ya'ni bo'lgan ishga markazlashishim, nimishqa bo'ldi, nimishqa beshimga keldi deyishimdir degan ekan. Buningga markazlashishning o'rniga taxminan o'xshash narsani davatidi, nimishqa bo'ldi deyish o'rniga endi men nima qila olaman? Bu mening oxirgi safarimda qanday qilishimga yaraydi deb so'raganimizda, balki masala hamma narsa butunlay boshqacha bo'ldi. Yoki bo'la oladi. Frank bu nazariyani jazo lageridagi tajribalari bilan kuchlantirdi va ma'nisiz yashaganlarniki lagerda hayot qilish ko'rishida yengilib qolganligini ko'p ta'kidlaydi. Logoterapiya tushunchasiga ko'ra hayotning ma'nosi faqat huzur yoki baxtda topilmaydi. Danglik german filosofi Arthur Schopenhauer agar cho'ng minglar huzurning keyinni qo'llashgan bo'lsa, insoniyat hech qanday taraqqiyot qila olmagan bo'ladi degan ekan. Huzur
bir maqsadga aylantirilgan darajada bizni yiroqlashadi. Ya'ni inson huzur uchun yashagan ahvolda huzur undan yiroqlashadi. Baxtlik bo'lish qo'g'lashadigan narsa deb o'ylagan kishilar bo'lsa hech qachon baxtlik bo'lolmaydi degan gap. Chunki baxtli bo'lish bir nishon emas. Biz bo'lgan vaqtda erishadigan bir narsa. Atrofimizga qaraganimizda nimaga ega bu deganlik, nimaga ega deganimizda yoki shu vaqt yetaladigan har qanday bir narsani topganimizda amaliyotda u bizni nishonimizga yaqinlashtira olsa, shu vaqtning o'zida baxt qila oladi. Biz bir sabab topganimizda yoki baxtli bo'lish o'zligidan keladi degan gap. Frank huzurlanish va azob chekishniki har vaqt kasallik emasligini aytadi. Amaliyotda azob chekishimizniki va qiyinchilik tortishimizga sabab bor. Ro'y to'sog'imizni bayqishimiz bo'lsa, tortayotgan azobimiz va beshimiz kelayotgan qiyinchiligimiz nervi xarakterlik bir ishorat bo'lishdan ko'ra bekrak insoniy bir natijaga aylandi. Ya'ni insonning ma'no izish amaliyotda dunyomizdagi tamponlik o'rniga ishki bir jiddiylikka sabab bo'la oladi. Ammo Frankga ko'ra yana insonning rostla ehtiyojliq narsasi azob va jiddiylikdan xoli bir hayot emas. Balki tirishishga, ajr qilishga, kuch chiqarishga, kurash qilishga arziydigan bir nishon erkin tanlangan bir maqsad uchun kurash qilishdir. Qisqasi, yaxshi bir hayotni tasvirlash uchun uning ichida hech qanday azob, hech qanday qiyinchilik bo'lmasligi kerak. Yaxshi bir hayot undaq bir narsa emas amaliyotda. Yaxshi hayot bir maqsadga, bir g'oyaga bag'ishlangan hayot. Bizningki nuqtamizni qarasak, Uyg'ur uchun Sharq Turkiston va Uyg'urniki davosiga bag'ishlansa, hayotning ma'nosi bu degan gap. Bir o'ylab boqaylik, ya'ni bu yerda yashagan yoki boshqalar ilhom bergan haybatlik hayotlarni, ya'ni baxtli deb qaralgan hayotlarni bir o'ylab boqaylik. Masalan, tarix davlat qurgan Uyg'ur xalqlar, o'lmas kitobni yozgan Yusuf Xasajib, Mahmud Qashqari nuqul Uyg'urlarning emas, barliq turklar uchun, hatto insoniyat uchun xizmat qilmadimi? Yaqinqi zamondagi mashhurlarimiz uchun. Masalan, turklardan bu Mavlana Jaloliddin Rumiy asarlaridan biri faqat biz musulmonlarning emas, dunyoning har qanday yerdagi, har qanday dinga e'tiqod qilgan kishilarning bir xazina sifatida qaraydigan masnavisini qanday yozdi. U eng cho'ng azobdan tatiyotgan yozdi. Chunki Shams Tabrizi yiroq qilish uning uchun eng cho'ng azob edi. Shunga u Shams Tabriziga shunchalik ahamiyat berdi-ki, u ketgili xil bo'lgan edi. Hamma odamdan uni so'raydi. Mavlana har ko'rgan kishidan ko'rdingmi, angdingmi, Shams nada bilamsan deb so'raydi. Bu ahvol shunchalik savdoyi bo'lib ketgan ediki, bir kuni bozorda aylanib yurganda bir odam kelib, "Men Shamsning nada ekanligini angladim, bilman" degan. Mavlana darhol uningga shundoqmi dedi va degan shundoq dedi odam. Shamda ko'ribdi uni. Mavlana darhol rahmat aytib, to'nini soldi va unga hadiya qildi. Odam yiroqlashganda shogirdi, "Efendim, nima bunday qildingiz? Bu odam aldamchining biri. Sizmi bilasiz? Yolg'on so'zlayotdi" deganda, Mavlana uningga, "Yolg'on so'zlayotganligini bilman. Shunga to'nini berdim. Rost so'zlagan bo'lsa, jinini beratdim" degan. Bundan boshqa bu dunyo tarixining, dunyo adabiyatining tarixining eng muhim asarlaridan biri bo'lgan Ilahiy komediyaning yozuvchisi Dante bu asarni dal sürgünde, vataniga va suygan ayoliga tashna vaqt yozgan. Masalan deylik, 28 yoshida Harvardga kiradigan Canan Dagvitrin bizni faxrlantiradigan bir ayol. Bu cho'ng natijalarni qo'lga keltirgan ayol kichik yoshida hammalarniki bo'g'isi var, mening nimishqi bo'vam yo'q deb so'ragan. Yosh vaqtida vafot bo'lib ketgan dedi ular. 28 yoshida nimishqa deb so'raydi. Yurak yetishmaslikda degan. Undaqda deydi. U men 28 yoshimga kelguncha bunga doir bir ish qilman. Qara hayotini shundoq bir narsaga hammaylar aynib yurganda, uning tangtushlari o'ynaganda, sakraganda u nima qilyapkan? U ajr qilgan, shunchalik ko'p ajr qilgan, tirishib qanki, chunki u bir hayotidan shundoq ma'no topgan. Shunchalik ko'p tirishqanki, u 28 yoshida bir yurak batareyasini kegil bo'lgan, ya'ni inson kegil bo'lgan, taqag'il bo'lgan bir yurak batareyasini ijod qilib chiqqan. Endi bu ayol nurli qiyinchiliklarni boshdan kechiribdi, o'tkazibdi deyalamdiq. Yo'q. Shunchalik cho'ng bir narsani o'tirg'a vujudga chiqardiki, yosh vaqtida dunyoning eng muhim maktablarining biriga qabul qilindi, mukofotlarga erishdi, taqdirlandi. Mariya Curie hammamizga ma'lum, tuni emas. Ona radium ilmini topgan, u tadqiqotlarni ilib borganda radiatsiyaning o'ziga ziyon yetkazadiganligini biladi. Ammo shunchalik cho'ng bir maqsadga bag'ishlangan ediki hayotini, bugun dunyoning har tarafida insonlar tomografiya, MR orqali tekshirtdi, ultrasonga kirdi, rentgen tortdi, kasallarni bayqaydi. Shunga ularning ismi mangugacha yod qilindi. 100 yillar burun, 1000 yillar burun balkim Al-Xorazmi, ya'ni 0 raqamini topgan, tanlovlarda tunji raqamni qo'llangan edi. Dunyodagi tunji matematika asarini yozganmi o'xshash narsa. O'xshash izlanish, o'xshash ma'no izlashdir. O'zini bir narsaga bag'ishlash istikidir. Hammalar rahat farog'atda huzurning keyinini qo'lashganda, u buning keyinini qo'llaydi. Ma'noning keyinini qo'llaydi,
tefekkürün kendim ediş koluşatdı. Onun bir nurgulgan mayır kumandan padişahlar ahir imkaniyetlik egi turup mu alanmagan İstanbul'unu 21 yaşlıca yeni bir padişahının ki demekçi olsam tününkü padişahının ilişkinin sebebi okşaş. Yani o Fatih Sultan Mehmet. O model öz vaxtida ya İstanbul men alımen ya İstanbul beni aldı. Üçüncü bir ihtimallik yok. Ya men bu yer ölmen ya İstanbul'u fethi kılmen diyen. Mana bu başkalarga qaramay onunğa İstanbul'u fethi kıldırgan bir narsa. Rahit qarindoshlar, hemmizga bilamiz. Her xil bo'lmaydigan imkonsiz ishlar ichida, imkonsizliklar ichida oddiy bir velosipedni remont qilish ishxonasida dunyodagi tunji aeroplanni uchirishni amalga oshirganmi o'xshash narsa. Payg'ambar alayhissalomni dushmanlarning shunchalik zulmligiga qaramay hayotini vahiga beg'ishlashga turtki bo'lgan zot nima edi? Uning yo'lini tutganlarchi. Bu misollarni ko'paytiramiz. Frank deydiki, muvaffaqiyat nishon qilmanglar. Buni qancha nishon qilib maqsadga aloqa keltirib qo'ysanglar, qulinglardan shuncha oson qechib ketadi. Baxtga o'xshash muvaffaqiyatnimi qo'g'li bo'lmaydi. Mening kitobimdagi ismimi shuning uchun balkim qo'g'lashma bo'lishi mumkin. Qo'g'lab erishkil bo'lmaydi. Ma'nilik bir ishni qilayotganligingizga ishonganingizda, yoshirin kuch to'liq o'tirish chiqdi va muvaffaqiyat o'zigidan keldi deydi Frank. Ya'ni azoblarimizga, qiyinchiliklarımızga arziydigan bir yashash shaklini tanlaganimizda, ko'p yillardan keyin hayotimiz va o'tmishimiz biz uchun ko'p ma'no ifodalaydi. Azob deganda, qiyinchilik deganda albatta bu yerda azobni muqaddas, qiyinchilikni muqaddas bir narsa holiga keltirish maqsad emas. Azob yoki qiyinlik deganda siz bugun o'tirib dars o'rgansiniz, do'stlaringiz aynib yurganda, futbol maydoniga borganda, ko'lga tushib ketganda siz uchun u vaqtda balki bir qiyinlik, bir zerikishlik, bir azob bo'lishi mumkin. Ammo bu issiqda, bu qiyin sharoitda darsni o'rganish, formulalarni o'rganish qilish qisqasi. Ammo bir mezgildan keyin u siz qiynalgan narsa shunchalik bir ma'noga ega bo'ldi ki balkim davlatning taxtini o'zgartiradigan bir aylanasiz. Yoki siz bugun kelgusida cho'ng bir tashkilotga aylanadigan, bir qurilmaga aylanadigan tijorat uchun, bir sistema uchun o'rganishayotgan bo'lasiz. Erib charchaysiz. Pichaningizdan ter to'kildi, dumingizdan suv quydi. Ammo bir kun kelib buning arziganligini ko'rasiz. İnsanlarga cho'ng xizmatlarni qila olasiz. Yani bir Uyg'urcha aytgan vaqtida chet elda xotirjam yashaymiz, balki iqtisodiy jihatdan qiyinchilik tortishimiz mumkin, ammo erkin sharoitda yashayapmiz. O'zimizningki azroq kayf safolardan yoki huzur alovatlardan yoki nafsimizdan va yoki sayohatlarimizdan va yoki vaqtliq bir ahvolimizdan, vaqtliq bir ahvoldan voz kechib, agar oz uchun vatan uchun yoki millat uchun, Uyg'ur uchun kuch chiqarib qo'ysak, balki biz o'lib ketib qolsakmi, bizning avlodlarimiz, bizningki bu navralarimiz balkim erkin hayotda yashash mumkin. Vatanga xotirjam bilib kelish mumkin. Xitoysiz bir vatanga berib kelish mumkin. Yani bunu bir o'ylab baqsak balkim Frankninki kitobini aslo tushungan bo'lamiz. Demakchi o'g'limiz mana mushu azob ma'nilik bo'ldi. Mushu qiyinchilik, mushu azob, mushu jafo dal ma'nilik bo'ldi demakchi. Azobni va qiyinchilikni qechishni o'rniga u azobninki va qiyinchilikning ma'nisini bayqashga tirishish balkim eng ko'p foydali bo'la oladi. Keyingi tema kitobdagi hayotning ma'nisi. Başqa bu davolash usullaridan farqli holda insonning o'tmish tajribalariga markazlashishdan ko'ra hayotga va o'tkazilgan insonlarga, ishlarga boshqacha bir ko'z qarash yetildirish va ma'no yaratishga markazlashadi. Logoterapiya baya degan edik. Logoterapiyaga ko'ra kishining o'z hayotida ma'no topish izlanishi asosliq ilhomlantirish kuch, yanada ma'naviy kuch. Zihni yoki hissi deb atalgan ko'plagan bearamchiliklarning asosiy amaliyotda bostirilgan ma'nisizlik, bo'shliq belgisi ikkinliki fikriga asoslanadi. Bo'shliq. Şuna hayatın ma'nosini to'g'ri yerda izlash kerak deydi kitobda. Yaqinda bir anlagan, hammadan bilamiz endi. Bir nati Yevropalikmi yoki Yaponiyalikmi 30 yoshli bir odam o'zini o'ldirmoqchi bo'ldi. U to'g'riroq ishongisiz darajada bu bir boy oiladan kelgan birisi. Va albatta o'lmaydi. Keyin muxbirlarni so'raydi, "Nima bunday qilishga urindingiz?" Deydiki, "Barmagan davlatim qolmadi, tetmagan huzurim qolmadi, sinmagan maddam qolmadi. Puli bilan hamma narsani oldim, mashinalar, aeroplanlar, hamma narsa, har xil huzurni tetidim." Ama yanına xotirjamlik topolmadim. Acaba xotirjamlik o'lgandan keyin bu deb shunga o'zimni o'ldirmoqchi bo'ldim degan ekan. Qara hayotimizda ma'no beradigan bir narsa bo'lmaganda, hayotimizga ma'no ega qiladigan, ma'no bo'lmagan vaqtida nimaga ega bo'lsakmi, erkiz tutquli bo'lgan bir hayot yashay olmaymiz. Shuning uchun Viktor Frank ma'no bo'shliqi insonning har xil bearamchiligininki, siqintisiningki, muvaffaqiyatsizlikning sababi deb qaraydi. Ammo qilayotgan ishimizga bir ma'no bag'ishlasak, ma'noga ega bo'lsa, qancha qiyin bo'lsa-mu, ham qilayotganda baxtli his qilamiz o'zimizni, zerikmaymiz va ishimizdan unum olaymiz degan gap. Cho'nqur azoblar chekatamsiz deydi Frank. Hammasininki bir ma'nosi bor. Hargiz voz kechmang deydi.
Yani insanın ameliyatda ihtiyacı olduğunu ciddiysizlik bir halet emas, belki tirishishga arziydigan, eshir qilishga arziydigan, kurash qilishga arziydigan bir nishon maqsad deydi. Erkin tanlangan bir maqsad uchun tirishish va kurash qilishdir deydi Frank. İnsanın ihtiyacı olduğunu her qanday bir bahada bolsunmu, ciddilik yo'qotish emas, belki onun tarafidan urilishni kutayotgan potensial, yani yo'shirin bir ma'noning chaqiriqlari deydi. Bundaqda asl savol kelaydi. Shundaqmi? Kitobni oxirlashtiramiz. O ma'noni qanday topamiz? Ya'ni yig'inchoqlaganda bir asar yaratish yoki bir ish qilish orqali. Ya'ni insonlarga sizning kiyimi qolgan bir narsa o'tirib qo'yish, vujudga chiqarish. Kitob bo'lishi mumkin, bir nazariya bo'lishi mumkin, bir xizmat shakli bo'lishi mumkin, bir strategiya bo'lishi mumkin, bir davlat bo'lishi mumkin, bir sog'lom bir jamiyat bo'lishi mumkin. Cho'ng yerdan gap qilsak. İkincisi bir narsani beshini o'tkazish yoki insoniyatga ta'sir ko'rsatish. Ya'ni o'zingizni qilgan ish orqali o'zingiz atrofidagi kishilarga ta'sir ko'rsatish. Bu ijod bo'lishi mumkin, boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Shunisi qutulg'u bo'lmaydigan azobga, qiyinchilikqa qarta. Chunki qutulg'u bo'lmaydigan azobga va qiyinchilikqa qarta bir pozitsiya yetildirish. Ya'ni tushunchaga ega bo'lish orqali qilg'u bo'l degan gap. U mundaq degan Frank. Qutulg'u bo'lmaydigan qiyinchilik va azobga qarta inson qanday pozitsiya yetildiradi, qanday tushunchaga ega bo'la oladi deb o'ylasangiz, u nas jallatlarninki yuzi qarab mundaq deydi. Mana hamma narsa qila olasizlar, hamma ishni qila olasizlar, o'ltira olasizlar, ammo men qanday his qilishimga, qanday o'ylashimga va qanday tushunishimga men qaror qilaman. Ya'ni bu yerda insonning ma'naviy kuchini ta'kidlaydi. U boshqa bir so'zda mundaq degan, insonning erkinligining eng yuqori nuqtasi nimani beshdan kechirsin, pozitsiyasini tanlay olishidir. Haqiqiy erkinlik mana budur. Bu yerdagi birinchi modda yana bir narsa asar vujudga chiqarish yoki bir ish qilish muvaffaqiyat yo'li bilan, ya'ni ishlab chiqargan sari, bir iz qoldirgan sari bir ma'noga yetalaydiganligimizni aytadi. Ikkinchi modda bo'lsa, yaxshi yoki to'g'ri ishlarni beshdan kechirish, tabiatni, madaniyatni, bir insonni sinab ko'rish, bularni suyish orqali ma'noni, ya'ni o'zimizning hayotimizga doir ma'noni topa oladiganligimizni o'tirib qo'ydi. Uchinchisi bo'lsa, umidsiz o'zgartirib bo'lmaydigan bir taqdir bilan yuzimizda turgandimi, bularni qabul qilib, bir qalbiga aylantirish orqali ma'no topadiganligimizni tushuntirdi. Ya'ni bunchalik qiyin ahvolda ma'no topildi degan gap. Chunki u bizningki safarimizning ichidagi bir to'xtash punkti va chuqur bizga bir narsa aytmoqchi bo'lib kelyotdi. Viktor Frank bu yerlarni yutdi, har xil qiyin qistoqlarni ko'rdi, ammo keyin mangu yashaydigan bir kitob, bir asar va bir nazariya, bir davolasini o'tirib qo'ydi. U sharoitlar ostida xotirjamlik saqlashni tanlaydi. Kontrol qiladigan birdan bir narsam sharoitlarga bo'lgan inkosim, pozitsiyam va tushuncham edi deb aytdi. Minglagan insondan hamma narsani ilinish mumkin, ammo bir narsadan boshqa kishining har qanday sharoitda pozitsiyasini, tushunchasini, xiyolini, tasavvurini ve öz yolunu tanlash erkinligini hergiz insonlardan tartib olmaydi deydi. Bayağı deganimizdek biraz başka bir variant ifodalatydi. Kitobni oxirlashga chiqarsak, insonning ma'no izlashida asosiy ta'kidlangan fikr amaliyotda bundaq. Her hayotta qiyinchilik bor, azob bor. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Kasbimizda, uy hayotimizda, turmushimizda, ishimizda, xizmatimizda, boshqalar bilan munosabatda, o'zgalar bilan munosabatda chuqur qiyinchilik bor. Bu hayot amaliyotda har egir to'qayliq mushkul safar. Bu bir taraqqiyot safari. İnsanın mükemmel bir seferi. Yani qiyinchilikdan qutulib bo'lmaydi. Muhimi azob chekishni va qiyinchilikqa qanday qilib taqabul turishni bilish, beshilikdagi yomon taqdirniki xo'jayini bo'lishdir. Kitobni o'quvimizda javob topilgan savollar balki bular. Ma'no hayotning qayerida esingizda bo'lsin. Başlama deb to'xtagan edik. Ma'no ishimizdan izlash kerakmi? Ma'naviy dunyomizni izlash kerakmi? Ma'no bizning sirtimizga bir yerda yoki o'zimizdan boshqa bir inson topilamdi. Hayotning yo'nalishini o'zgartirmaydiganligini bilsimi inson yana ma'no topa olamdi. Birinchi bu savolning javobi aslo oydin bo'ldi deb qaraymiz. İnsan her yerde takdir bilen yüzleşip, öz azabından bir narsalarni o'rganish fursatiga erishadi. Ahirda bir Uyg'ur bu sifatimiz bilan hozir tortayotgan azobimizniki hayotimizda cho'qim bir ma'nosi borligini, bu azobni hayotimizga ma'no qo'shadigan ahamiyatli bir ishga aylantirib bo'lganligini, bu azobda zulm qarshi tursak hayotimizning cho'qim ma'noga ega bo'lganligini, bu orqali balki yangi bir asar, yangi bir qurilma, yangi bir sistema, yangi bir ishni vujudga chiqaradiganligimizni, insonning ma'naviy dunyosi qancha kuchli bo'lsa, tashqi dunyoga qiyinchiliklar va umidsizliklarga taqabul turish iqtidorimi kuchli bo'lganligini, insonning hayotini ma'naga ega qobiliyatimizning, ditimizning shuncha kuchli bo'lganligini deyish bilan programmani oxirlashtiraman.